Qanday qilib bitta urinishda SAT matematika qismidan 800 ball olishingiz mumkin? Assalomu alaykum. Ismim Ataxonova Mahliyo, 8 yillik tajribaga ega SAT mentorman. Oxirgi 3 yil davomida faqatgina SATning matematika qismidan matematika ustozlariga, talabalarga va o'quvchilarga SAT matematika qismidan maksimal ball olishda va o'ziga kerakli bo'ladigan ballarni olishda yaqindan yordam berib kelmoqdaman. Bugungi bepul darsimizda bir necha yillik tajribani men sizga tekiniga, bepulga bermoqchiman. Ya'ni bitta urinishda hech qanaqangi kam ballarsiz maksimal 800 ball olishni qaysi qadamlarni bosmagunigacha siz 8 ball ololmasligingizni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi qadamimiz nimadan iborat bo'lishligi kerak? Birinchi o'zi hozir bugun darsimizda ko'radigan yondashuvimiz 3 ta yondashuv, ya'ni 3 ta qadamni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi qadamimiz bu psixologik qadam hisoblanadi. Ya'ni eng birinchi siz kursga qo'shilmoqchisiz yoki bilimingizni oshirmoqchisiz, 800 ball olmoqchisiz, hamma narsani birlashtirib siz kursga yozilgan paytingizda kirgan paytingizda, o'qiyotgan paytingizda maqsadingiz nima bo'lishi kerak? Maqsadingiz 800 ball olish bo'lmasa, 750 olsam ham bo'laveradi, menga shu ballam yetadi degan fikr bilan kirgan inson har doim o'zi kutayotgan natijaga erishadi. Agar u 800 ball olaman, maksimal natija kerak menga degan fikr bilan, qadam bilan ishini boshlaydigan bo'lsa, unda juda ham katta ehtimol bilan aynan 800 ballni qo'lga kiritishi mumkin bo'ladi. Bu juda ham o'quvchilarimni tajribasidan o'tganligi uchun men sizga bu qadamlarni bittama-bitta qilishingiz shart bo'lgan qadamlarni aytib o'tmoqdaman. Va shu birinchi qadamimiz ichida, ya'ni psixologik yondashuvimiz ichida yana nimalar bo'ladi? Ya'ni birinchi ko'rib o'tgan narsamiz bu maqsadni to'g'ri qo'ymaslik ekan. Ikkinchisi bu yaxshi o'qiy olsam topshiraman yoki yaxshi o'qiy olsam bo'ladi degan fikrlar bu sizni chalg'itadigan, ya'ni maksimal ball olishingizga to'sqinlik qiladigan holatlardan bittasi bo'ladi. Ya'ni tavakkaliga ish qilish. Tavakkaliga deganimizda natija sababini qilmasdan turib siz yaxshi natija kutishingiz hisoblanadi. Ya'ni uni avvalo siz natijasini zo'r bo'lishligi uchun sababini ham, niyatini ham to'g'ri qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va vaqtni aniq bilmayman, qachon topshirsam topshiraveraman, necha ball olsam ham bo'laveradi menga degan fikrlar bilan yurish. Bularning hammasi sizni SATning matematika qismidan 800 ball olishingizga to'sqinlik qiladigan psixologik instrumentlardan hisoblanadi va bu qadamlarni to'g'ri qo'yganingizdan keyin sizda keyingi qadamimiz boshlanadi. Ya'ni ikkinchi qadamimiz bu ikkinchi yondashuv bilim va tajribaning yetarli bo'lmasligi. Ko'pchilik psixologik yondashuvni kerakli emas, u shart emas, faqat zo'r o'qisang bo'ldi deydigan fikrni olg'a surishadi. Lekin men bundan ozgina yiroqroqman. Necha protsent bo'lsa ham 90 ga 10% bo'lgan holatda ham psixologik bilim insonga kerak bo'ladi. Sababi u shunaqangi past o'ziga baho beradigan bo'lsa, u holat natija ham ming zo'r o'qisa ham, ming zo'r ustozga borsa ham natijasi har doim pastligicha qolaverishi mumkin bo'ladi. Ya'ni eng kuchli texnologiyalarni ishlatgan holatda ham zo'r natija qila olmasligi mumkin. Ikkinchi qadamimiz bu bilim va tajribani yetmasligi dedik. Bilim va tajribani yetarli bo'lishi uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Eng birinchidan siz to'g'ri kurs tanlay olishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri kurs tanlay olish deganimiz bu har tomonlama ideal qilingan, ya'ni sizni 800 dan 800 olishingiz uchun yordam beradigan hamma instrumentlar ichida bo'ladigan kurs hisoblanadi. Bu kursni ideal kursni qanday topsam bo'ladi yoki bo'lmasam shu kurs menga to'g'ri kelish yoki kelmasligini qayerdan bilsam bo'ladi deyotgan insonlarga men tavsiya bergan bo'lardim. Aynan SATning matematika qismida kerak bo'ladigan, ya'ni siz 800 ball olishingizni ta'minlab beradigan yetarlicha mavzularimiz bor. O'sha mavzularni zo'r qilib o'rganganingizdan keyin siz unga erisha olasiz va albatta shu ustoz bilan siz o'zingizni kelajagingizni ham ko'ra olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni u ustozni tanlayotganingizda sizni чтобы ko'zingiz yetishi kerak shu narsaga. Men shu ustoz bilan bemalol 800 natija qila olaman degan narsaga. Bu holatda albatta ustozning bilimi va tajribasi ham sizga juda ham katta ahamiyat, bilim va tajriba siz uchun juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Va to'g'ri kurs tanlab turib ham, bu to'g'ri kurs tanlagandan keyin ham u kursni to'g'ri o'qiy olmasligi ham mumkin. Ya'ni zo'r kurs bo'lsin, instrumentlar yaxshi bo'lsin, ichidagi hamma materiallar zo'r bo'lsin, ammo siz unga loyiq bo'la olmasligingiz mumkin. Buni insonni o'zining loqaydligi bilan bog'lasak bo'ladi. Sababi shuncha imkoniyatlar berilgandan keyin ham inson o'zini o'sha 2 oylik kursmi, 3 oylik kursmi, necha oylik kurs bo'lishidan qat'iy nazar o'zini mas'uliyatini bo'yniga qo'yib
ishlay olmasa. Chunki hech qaysi ustoz ham sizni shundoq miyangizni ochib, ichiga bilimlarni solib qo'ya olmaydi. Siz bunga o'zingiz harakat qilishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun harakat har doim to'g'ri kursga kirgandan keyin birinchi o'rindagi, ya'ni mehnat, harakat birinchi o'rindagi kerakli instrument hisoblanadi. Va shu o'rinda yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Bu narsani, hozir aytmoqchi bo'lgan narsamni juda ham ko'pchilik qilmaydi. Lekin siz qilishingiz shart bu narsani. Albatta bu darslikni ko'rgandan keyin, o'rganib olganingizdan keyin buni hayotingizda albatta qo'llab ko'ring. Zo'r ishlaydigan instrumentimiz bo'ladi. Birovlarning qilgan xatosidan to'g'ri xulosa chiqara olmaslik. Ya'ni ko'pchilik o'zi bilgan holicha topshirib ketishga harakat qiladi yoki bo'lmasa men o'zim bilaman, o'zim bilgan yo'lim to'g'ri deb o'ylashligi mumkin, lekin bu aslida u inson uchun noto'g'ri vaziyat bo'lishligi mumkin. Ya'ni aynan shu yo'lni bosib o'tgan, 800 dan 800 ball olgan ustoz bo'ladimi yoki yaqin tanishingiz bo'ladimi yoki olgan kimdiringiz bo'ladigan bo'lsa, undan suhbatini oladigan bo'lsangiz, aynan qaysi mavzularda xato qildingiz, nimalarda xato qildingiz yoki nimalarni to'g'ri qilganingiz uchun 800 oldingiz degan feedbacklarni ham so'rash kerak undan. Chunki siz u qilgan xatolarni qilmasangiz, maqsadingizga erishish yana ham osonroq bo'ladi. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Bu narsani nimaga aytyapman? Chunki men bu instrumentni har doim o'zimning kurslarimda qo'llayman. Sababi bitta ustozimiz, misol uchun noyabr oyida bo'ladigan imtihonimizni topshirdi, oddiygina narsada xato qilib chiqdi. Yoki bo'lmasam boshqa ustozimiz yana qiyinroq savolda xato qilib chiqdi. O'sha narsalarni oson usullar bilan, oson metodika bilan, oson texnika bilan ularga tushuntirib o'taman. Ya'ni qanaqa tushuntiraman? Siz shu xatoni qilmang. Shu xatoni qilgan ustozlarimiz natija qila olmadi. Yo shu xatoni qilgan insonlar natija qila olmaydi yoki yetarlicha ball ola olmaydi degan narsani har doim aytib o'tib ketaman. Shtobi ular ham o'zini o'sha ustozni yurgan yo'ldan yurmasdan o'sha xatoni o'zida to'g'rilab ketishlari uchun yana ham yaxshiroq yordam beradi. Va bu 3-qadamimiz bu imtihon paytida o'ziga kerakli bo'ladigan holatlarda bo'la olmaslik, ya'ni o'zida ishlatish kerak bo'ladigan narsalarni ishlata olmaslik bo'ladi. Bu nimalar bo'ladi? Imtihon paytida ko'pchilik men imtihondan oldin zo'r ishlardim, lekin imtihon paytida dovdirab qolaman yoki menga vaqt yetmaydi. Imtihondan avval zo'r ishlab turaman, lekin aynan imtihon paytida oson savollarni ham xato ishlab chiqaman deyotganlar, men sizlarga ajoyib yechim bermoqchiman. Ya'ni qanday yechim? Birinchidan, imtihonlarda kiradigan 3 ta xatolik bo'ladi. Eng ko'p bo'ladigan xatoliklarni 3 taligini sanab o'tamiz. Birinchisi, bu beparvolik xatosi. Beparvolik xatosi deganimizda nimani nazarda tutishimiz mumkin? Inson shunaqangi o'zini tinch holatda qo'yib olish kerak imtihon paytida, chunki bu siz o'tgan, siz bilgan narsalarning ichidan bo'ladigan imtihon bo'ladi. Hech qanaqangi oshiqcha yoki bilmaydigan narsalaringiz bo'lmaydi agar siz mukammal kursda o'qigan bo'lsangiz. Agar mukammal kursda o'qimagan bo'lsangiz, bu tabiiyki qiyin savollar yoki siz ko'rmagan mavzular, siz ko'rmagan savollar bo'lishligi mumkin. Agar siz to'g'ri kurs tanlagan bo'lsangiz, u holatda deyarli 99% holatda siz ko'rgan, siz ishlatgan savollar hamda instrumentlar bo'ladi. Va bu paytda sizni qiladigan xatoingiz nima bo'lishi mumkin? Beparvolik bo'lishi mumkin. Ya'ni oson narsani xato qilib qo'yishlik yoki bo'lmasam men buni bilardim, lekin ishlay olmadim deydigan narsa bu kechirib bo'lmaydigan xato hisoblanadi. Ya'ni 800 ball olishingizga bu ham qanaqangidir ma'noda to'sqinlik qiladi. Sababi inson o'zini bilgan narsasini ham yoza olmaslik, bu juda ham insonni o'ziga nisbatan shaxsiyati ustida ozgina ishlash kerakligini ko'rsatadigan narsa hisoblanadi. Sababi qat'iyatingizni yig'ib olib, bu imtihon sizga kerakligi, siz undan natija qilishingiz kerakligini tushunib yetganda, u melochi xatolarni, ya'ni sodda xatolarni deyarli qilmaslikka harakat qiladi. Va vaqtni bosimi ko'pchilikni qiynaydi. Vaqtni bosimi degan paytida, imtihon paytida bilasiz, vaqt chegaralangan bo'ladi. Juda ham ko'pchilik deyarli imtihon topshirganlarning 90%, 80-90% men vaqtga ulgura olmadim degan fikrlar bilan chiqadi. Lekin aslida bu insonni o'zini to'qib chiqargan to'qimalari, ya'ni ertaklari desak ham bo'ladi bunday olib qaraganda. Nimaga desangiz, chunki ularda tizim insonni normadagi ishlaydigan qobiliyatiga, normada ishlaydigan fikrlariga qarab turib qo'yilgan vaqt hisoblanadi. Ya'ni bu vaqt 35 minut vaqtingiz siz osmondan olib yoki bo'lmasam siz ulgura olmasligingiz uchun ataylab qo'yiladigan vaqt emas bu. Bu sizni aynan normadagi odam ishlay olishi mumkin bo'lgan savollarga ishlash olishi mumkin bo'lgan vaqt beriladi. O'sha narsani hech qachon esingizdan chiqarmang. Ya'ni sizda vaqtni ulgura olmayman degan muammo oldindan bo'lmasligi uchun bu narsani aytib o'tib ketyapman. Bu
normadagi vaqt ekan. Bu narsaga o'rganish, bu narsani to'g'ri kontrol qilish esa bizni bo'ynimizdagi vazifamiz hisoblanadi. Agar siz vaqtga ulgura olmadingizmi, demak bu sizni o'zingizdagi xato. Imtihon topshiradiganlarning yoki bo'lmasam imtihon topshirayotganlar oladiganlarning xatosi emas bu. Ya'ni imtihon topshirayotganlar sizni ataylab yiqitish uchun yoki sizni ataylab yetarli ball olmasligingiz uchun sizni vaqtni kamida 35 minut qilib belgilashlarida emas. Aynan ular insonni normadagi fikrlashidan kelib chiqib qo'ygan bo'ladi vaqtni. Bu paytda siz imtihonda kirayotgan paytingizda to'g'ri nazorat qilishingizni va spokойный bo'lib, tinch bo'lib, aynan bu narsaga ulgura olishingizni, sekin ishlasangiz ham sifatli qilib ishlashga iloji boricha harakat qilishingizni so'rayman. Va uchinchi nimamiz, ya'ni imtihonda bo'ladigan uchinchi vaziyatlardan bittasi savollarni qayta-qayta o'qimaslik. Ya'ni qayta-qayta o'qimaslik deganimiz bu tekshirmaslik ham ichiga kirib ketadi. Bitta savolni ko'rib, unga yetarlicha baho bermasdan shundoq ishlab o'tib ketish yoki bo'lmasa uni qayta kelib tekshirmaslik, bu bo'lishi mumkin bo'lgan xatolaringizni ko'paytiradigan yana bitta sizga minus tomon hisoblanadi. Bu tomoningiz albatta yo'qotish ustida ko'proq ishlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu odatni o'zi hozir tayyorgarlik ko'rayotgan paytingizdan boshlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz hozir tayyorgarlik ko'ryapsiz, bitta ishlab o'tib ketyapsiz, xatolaringizni analiz qilmayapsiz, ikkinchi marta qaytib o'sha xato nimaga bo'lyapti deb bildirmaysiz fikr va o'shani natijasida xatolaringiz, tushunmovchiliklaringiz yana ko'payib ketaveradi. Hozirni o'zida bu muammoni hal qilishingiz mumkin. Ishlayapsizmi? Bitta savolingiz noto'g'ri chiqdimi? Ha deb o'tib ketmang. O'sha savolni ustida ko'proq ishlang. Nimaga bu narsani siz xato qildingiz? Mayli oson bo'lsin, mayli yengil savol bo'lsin. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, chalg'itadigan savolmi, oson savolmi, baribir siz o'sha narsani nimaga qilganingiz sababini topib, undan keyin sababini topgan paytingizda undan keyin boshqa tomonga o'tsangiz bo'ladi. Chunki o'sha bo'shliq yana bo'shliqligicha qolib ketishi mumkin, bu o'rinni to'ldirmasangiz. Agar siz ham shunday xatolarni qilmasdan bir necha oylab, yillab vaqtingizni noto'g'ri instrumentlarga yoki bo'lmasa noto'g'ri materiallarga sarflamasdan aynan kerakli bo'ladigan ustoz bilan kerakli bo'ladigan manzilda bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, bizni onlayn kurslarimiz mavjud. Ya'ni SATning matematika qismidan aynan siz xohlayotgan 800 ballni olishingizga yordam beradigan kurslarimiz mavjud. Bu kurslar kimga to'g'ri keladi? Bu kurslarimiz matematika ustozlariga, endi karyerasini, faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan talabalar va shuningdek oliy o'quv yurtlariga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz uchun to'g'ri keladi. Agar siz ham matematika ustozi, endi faoliyatini boshlayotgan, ya'ni karyera faoliyatini boshlayotgan talaba va abituriyent bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni Xitoydagi mahalliy universitetlarning barchasiga grant asosida, 4 yillik grant asosida kirishni xohlayotgan talaba bo'ladigan bo'lsangiz, bu kursimiz aynan sizga to'g'ri keladigan kurs hisoblanadi. Ya'ni shu paytgacha biz 1000 dan ortiq ustozlarga va o'quvchilarga dars berib kelgan ustoz sifatida shu paytgacha yig'ilgan bilim va tajribalarni qo'llagan holatda men sizga yangi kursni taqdim etmoqchiman. Bu kursimiz 3 xil tarifda bo'ladi. Ya'ni birinchisi standart, premium hamda VIP tariflarida bo'ladi. O'zingizga mos keladigan qulay sharoitda, aynan natija kafolatlangan joyda o'qishni xohlayotgan bo'lsangiz, bu kursimiz aynan sizga to'g'ri keladi. Hoziroq o'zingizni joyingizni band qilishni reja qilgan bo'lsangiz, pastda sizga havola qoldiraman. Aynan shu havola orqali ma'lumotlaringizni qoldirasiz va menejerlarimiz sizga aloqaga chiqishadi va kurslarimiz haqida bo'ladigan ma'lumotlar, ya'ni sizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni yanada batafsilroq, yanada to'liqroq qilib taqdim etishadi. Aytib o'taman, tanlovda adashmang va bugungi darsimizda o'rgatilgan instrumentlarni albatta hayotingizda qo'llab keling va shu videoni ostiga kommentariyada menda bu instrumentlar ishladi deb yozib ketishni ham unutmaymiz.